Xitoy tilida ism aytilayotganda Minzan ism dedik-ku, lekin javob berishda hozirgi holatida unda ishlatilmas ekan. Siz aytasiz ekan, meni chaqirishadi Li Yue deb. Aynan siz Li Yue'ni o'rniga, Li Yue'ni o'chirib tashlang. Li Yue'ni o'rniga o'zingizni ismingizni aytasiz va bo'ldi. Misol uchun mendan so'rayapti kimdir. Neja oshima Minza. Isming nima? Aytyapman. O'zi bilo. Hozircha xitoycha ismingiz yo'q, o'shaning uchun o'zbekcha ismingizni aytaverasiz. Aynan u bo'ladi, u bo'ladi. Misol uchun nima qiling? Xitoycha tilim Gapimga ham bor. javob bering. Neja oshima Minza. Shahzodaga neja oshima Minza. 我只要上手。Yaxshi. Abdulaziz javob bermoqchisiz. Neja oshima Minza. O'jao Abdulaziz. Yoki xitoycha ismingiz bo'lsa, uni ham aytsangiz bo'ladi. Navruz opa javob bering. Neja oshima Minza. 我叫Navruza. Bo'ldi. Ana shunday holat. Mashhurbek neja oshima Minza. Bo'dzao Mashhurbek. Ana shunday. Mana shunday. E'tibor berib qo'yasiz. Bir talaffuz ham qilaylik, shuni muammo bo'lmasin keyingi darsda. Birgalikda men aytaman, keyin qaytarasiz. Bir marta o'qing va o'chiring mikrofonni. Ni jiao, 你叫 Nijao. 你 你 叫 叫什么名字什什么么名名字？字？什么名字？ bo'ladi. Shanma menda. To'liqligicha o'qiyman, imkon qadar o'xshatib zo'r holatda talaffuz qiling. Ni jiao 什么名字你你叫什叫么什么名字？名字？ Yaxshi, yaxshi. Javob berishni ham o'qib ko'ramiz o'sha xitoylikni ismi 我 holatida. 叫 To'xtang, yo'q, to'xtang. 我叫李月。我叫我叫李，李月，我 O'jao 叫李月。 Yaxshi. 我叫李月。 李月, yaxshi. Endi 我叫李 ha, bo'ladi.